Germaniyada kvartiralar qanday bo'lishi va oylik to'lov qanchalik sizga qiziqmi? Bo'lmasa bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugun uyimizdan obzor. Uyimiz 3 xonali, 82 kvadrat metrdan iborat. Bu bolalar xonasi. Uchta farzandim borligi uchun joyni ekonom qilish uchun shunaqa kravat olganmiz. Shkafi, dars qiladigan zonasi. Oshxona. Oshxona sal kichikroq, bir kishiga mo'ljallangan, ikkinchi kishi sig'maydi. Kichkina garderobni. Haqiqiy yevro remont ko'rinishi, barcha uylar mana shunaqa bo'yda bo'ladi. Zal, ovqatlanadigan zona va televizor ko'radigan zonasi. Spalni, shaxsiy zona va vanna tualet. Bu uyga biz oyiga 1000 yevro to'laymiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Germaniya uylari 1000 yevroga arziydimi?